Assalomu alaykum sizlar bilan men Uzcoder. Bolalar, bugungi videomizda biz o'zimiz uchun nakrutka yoki maker botni yasab ko'ramiz. Men sizlar uchun Dalix SMM bot, ya'ni o'zim bitta bot ochib oldim. Albatta. Va men buni o'z maker robot bilan qilaman. Buni albatta hech qachon unutmanglar. Sizlarga kod yoki boshqa narsa kerak emas. Lekin agar maker bot, ya'ni mana maker botimizga kiramiz. Startni bosamiz. Mana botlar boshqarish, yangi bot ochish. Buni barcha biladi, chunki buni ko'p kishi qilgan. Mana konstruktor botlar bor. Bu yerda maslahatim maker bot emas, pro maker bot. Tez yasa botni qilinglar. Maker bot menga yoqmadi, maslahatim shu. Va biz hozir bizda hozir mana shunaqa bo'lsa, mana nakrutka botlardan biz maxsus SMM bot yo'q. SMM bot 5-sini qilamiz. Kunlik bonus sifatida 1 kunlik tekin beriladi, lekin kunlik to'lov baribir bor. Ya'ni ertaga endi kelishi mumkin, bu 31 kunlikka ishonsanglar bo'ladi. Balansini 8 ming. Qo'yil. Admin mana do'stim bo'lmasa ham tanishim. Rahmat o'kishidan so'radim video uchun qo'shib bering deb. Bu yerda referral uchun 2000 so'm tasavvur qilinglar. O'sha 3 ta do'stinglarni taklif qilsanglar, mana u botni nima ocha olasizlar. Sizlarga yana bitta podдержка qilgan holatda admin mana shu botga birinchi kirganinglarda 1000 so'm qo'shib beradi. Va sizlar 2 ta odam taklif qilsanglar 5000 so'm mana shu botni bemalol yasay olasizlar. Qani qolgan davom ettiramiz. Bot yaratishni bosamiz. Balans orqali qilamiz. Credit kartam yaxshi, sotib olinglar. Balans orqali qilamiz biz. Albatta yaxshi balans. Bot token. Barcha biladi, bot paterga kirib, startni bosib, new bot bosamiz. Dalix maker qaniydi o'zimda bor edi. Mana Dalix. API bu mana shunchaki vaqtinchalik botim bo'lishi mumkin. Dalix emas, qaniydi mana. O'zingcha adashib ketishim bor. Mana shunday qilib oddiy yuborasizlar. Sizlarni admin sifatida qo'shib qo'yadi. Siz yuborgan botda ekani qabul qilindi. Hozir bizni botimizni tashladi. Mana. Botga o'tish. Buni ko'p kishi bilmaydi. Start tugmasini bosgan, mana yangi obunachi bo'ldi. Mana qaranglar, mana nomer olish. Bizda panel, bizda boshqacha bo'ladi. Mana shunday qilasizlar. Mana u tugma boshqalarda bo'lmaydi, boshqaruv. Nomer olishni bosamiz. Mana. Ko'rdinglarmi? Referral. O'zinglar hozir ikkalam hammamiz to'g'rilab olamiz. Mana va dahshat ekan bor-ku. Mana boshqaruv bo'limiga o'tamiz. Tugmalar, asosiy sozlamalarga o'tamiz. Adminlar, hamyonlarga yangi to'lov qilamiz va Humo. Yaxshi shekilli. Humo. Mana uni terib tashlaymiz. 98. Bolalar uzr. Mana ushbu to'lov tizimi hamyoningiz raqamini yuboring. Men taxminiy yubordim. Ushbu to'lov tizimi orqali hisob to'ldirish bo'yicha ma'lumot yuboring. Misol uchun ushbu to'lov tizimi orqali yuborish uchun buni endi tushunasiz. Mana shu yerdan nusxalaymiz. Havola web koder yo'q. Krasavchik SSS. Va mana misol uchun deganini mana shu yerdan o'chirib tashlaymiz. Bo'ldi. Yangi to'lov tizimini qabul qilamiz. Endi tekshirib ko'ramiz. Ya'ni orqaga mana to'lov bosamiz. Mana Humovor bosamiz. Mana izoh mana shu ID raqam. Ushbu to'lov tizimi xullas shunaqa ekan. Boshqaruv paneliga yana o'tamiz. Hozir bu yerda asosiysi bizga asosiy sozlamalarga yana o'tamiz. API sozlash, nomer API yo'q. API sozlashni bosamiz. Yangi APIlarni tahrirlash. APIsi yo'q-da. Bizga hozir bu yerda nima? Kerakli sayt API qo'llanmasi. Bilaman.
Bu yerda menga yozdi lock pastki chiziqcha yozdilar SMM mana shu. Xullas mana shuda mana apisini loch SMM bot ekan. Bo'ldi. O'zbek referral yo'q. Men biram mana qo'ydim, mana hamkorlik API deyapti. Endi mana API kalitini nusxalash. Mana. Va endi biz o'zimizning naqdga botimizga kiramiz. Albatta mana olingan API kalitni yuboring. Nima? Bu biz qayoqqa ketdik? Men hali bunaqa narsalarga tayyor emasdim. Hozirgina nusxalab qo'ygan narsamiz edi. Yoddan chiqib API kalitni nusxalash. Mana. Xullas shunaqa avval mana bu tepasidagi HTTP'si xullas shunisini yuborasizlar. Mana unisini yuborasizlar. Botda qancha hisoblanib, mana hozir men Lotcm'da botga kiramiz. Hisobim mana. Qarang, hisobimda mana 138 so'm bor. Mana shu yerda qancha pul bo'lsa, sizlarning botinglardan ham shuncha odam mana shuncha, ya'ni ishlatib API balansi deyapti, bo'ldi. Hamyonlar bot dizayni. Bo'limlar qatori 2 qator, ichki bo'limlar qatori 1 qator. Umuman tushunmayman. Nomer API bot foiz qo'yish. Da, endi biz botga necha foiz qo'yamiz? 30% qo'yamiz, ya'ni undan 30% qimmatroq bo'ladi. VIP xizmatlar uchun foiz yuboring. VIPlar uchun 10% bo'ladi. Da, yaxshi tanlov. Bo'ldi. Xizmatlar endi kanal qo'shamiz. Da, hozir kanal qo'shamiz. Kanallar majburiy obunalar bo'limini bosamiz. Qo'shishni bosamiz. Mendan bor edi bitta Dalix yo'q. Dalix makina, Dalix SMM yo'q, qayerdadir edi-da. Bunday qilamiz. Dalix SMM bot qilamiz. Dalix SMM bot. Yo'q, kanallarga bo'lamiz. Qaysidir kanal edi-da. Mana biror test uchun o'zim bitta mod kanalim, Minecraft ham albatta mod kanalim ham bor. Bu endi sizlar boshqasini qo'yasizlar, mana shunchakiga men taxmin uchun endi bilasizlar mana. Oldiga kuchukcha qo'ymayapmiz-ku. Mana orqasidagi havlani o'chirib kuchukcha qo'yish yotdan chiqibdi. Bo'ldi. Mana kanal qo'shildi. Endi bizani bitta qiladigan ishimiz mana bunday qilamiz. Admin qo'shish yozamiz. Dalix bot. Yangi adminlar qo'shish. Bu o'zingizlarning botinglar, xohlagan ishlarni qilishinglar mumkin. Endi qaranglar. Start. Boshqalar start bo'lsa, majburiy obuna bo'ladi. Bizga yo'q, chunki biz ham adminmiz, ham boshqa narsa. Xizmatlar bo'limini bosamiz. Xizmatlar sozlash, ichki bo'lim sozlash. Yo'q, bularni keyinroq sizlarga o'rgataman yoki shu videoda foydalanuvchilarning boshqalar tugmalar. Asosiy menu. Mana balans, referral, buyurtmalar, tariflar, xizmatlar, nomer olish, to'lov. Bot haqida. Hisob to'ldirish. Mana uni o'zgartiramiz. Men boshqa narsani bosib o'raman-da. Endi bilasizlar, ozgincha uncha professional emasman men. Hozir bizlarni qiladigan ish karta rasmini topish kerak edi. Birorta karta rasmi. Mana shu yerda qilamiz. Hisobni to'ldirish. Muvaffaqiyatli o'zgartirildi.
Minutda orqaga qaytamiz. Mana hisobni to'ldirishga o'zgartirdik. Ya'ni bu tugmalarni o'zgartiramiz. Statistika, tugmalar, xizmatlar. Shu xizmatlarni ichki bo'lim sozlash, bo'limlar sozlash. Birinchisidan boshlaymiz. Tahrirlash. Xullas kalom nomini o'zgartirishda videoni ozgacha quyidagilardan birini tanlang. Nimani tanlaymiz? Aytgancha hali biz xizmatlar qo'shmadik-ku. İchki bo'lim sozlash, xizmatlar sozlash meni. Tahrirlash. Agar shu yerda nomini avval biz bitta narsani tekshirib olaylik-da. Shu yerda kallam qotyapti. Xizmatlarga bosamiz. Bo'limlar mavjud emas. Demak biz bo'lim qo'shishimiz kerak shu yerda. Xizmatlarni bosamiz. Xizmatlar sozlash bor. Bu ikkinchi videoyim, ko'rdinglar. Birinchisiga eplolmadim. Ya'ni birinchisiga mana unaqalarni qo'shishni bilmadim, mana ko'rishlarni, post ko'rishlarni eplolmadim. Diksiyani 1.7 ming ekan. Ha, post ko'rishlar albatta. Shuning uchun mana post ko'rishlar deyapti 20 ka. Mana xuddi botga o'xshab ishlayapti. Quyidagi ijtimoiy tarmoqlardan birini tanlayapti. Pul 10 so'm. Men buni adashib qo'yganman, bunga e'tibor bermanglar. Mana ko'rganingizda har doimgidek boshqaruvga o'tamiz va albatta xizmatlarga o'tamiz. Mana buni qanday qilishni o'rgandik. Bo'limlar sozlashga o'tamiz. Yangi bo'lim qo'shishni bosamiz. Endi bizga bu yerda log simin bot kerak. Bu eng asosiy botimiz. Masalan, men YouTube'ga qo'shmoqchiman. YouTube'ga obunachi arzonni bosamiz. Mana shu yerdan orqaroqqa qo'yamiz. Shu yerda nimadir qilib qo'ydim shekilli. Mana bu joyda ekan unisi. Boshqasini men qilyapman. Bo'limlar sozlash, yangi bo'lim qo'shish. Men bu yerdan hozir bo'lim qo'shilyapti. Ichki bo'lim. Ya'ni hozir kiritganimiz qanday nusxalab bu yoqqa qo'yamiz. Hozir qaranglar, bunday qilasiz. Xizmatlar, ichki bo'limga qo'shish, YouTube va mana hozir mana tepada yozganimiz. Hozir adashibman. YouTube obunachi arzon. Hammasini ko'rib bilib olasiz. Xizmatlarni bosamiz. Xizmatlar sozlashni bosamiz. Yangi xizmat qo'shish. Birini bosamiz, ya'ni bittagina o'zi login olgan aklimiz. Buni masalan saytlardan qilishingizni maslahat beraman, chunki saytlardan asosan zo'rroq bo'ladi. Yangi xizmat nomi. Ana endi boshladik. Xizmat nomini nima qo'yamiz? Obunachi arzon. Obunachi arzonni bosamiz. Emas. Bittamiz bo'ldi. Galix bosamiz. Xizmatlar. Yangi xizmat. Mana yangi xizmat nomi. Bu yerda ham men ko'p adashibman-da, bola uzr. Yangi hal birinchi videoyim yeti obunachi bezgan boshladik. Bo'lmasa. Yeti obunachi bezga chiroyli bo'ladi. To'rtasini bosamiz. Bunga biror stiker qo'ysangiz, stikerlar bilan chiroyliroq, ham ishonchliroq bo'ladi. Mana 7 obunachi buni bosib, buni qilamiz. Bo'ldi mana 7 obunachi bezgarant. Bo'ldi. Itsini yuboring. Mana shu yerda aytganimdek, mana shu xizmatlar bo'limiga bosamiz.
YouTube hozir bizdagi birinchisi, ya'ni obunachi arzon. Tezgaram birinchisi bizdagi. Keyin butun mana it bor. Xizmat itsi deyapti. 527. Shunaqa qilib mana 527 yuboramiz. Mana ushbu xizmat uchun narxni yuboring deyapti. Rublda. Rublda endi bu bizda nima bo'ladi? Rublda hisoblab olamiz. Dalix Loximim deyapti. Hisobozi bo'lib Loximimga kiramiz. Bu 1527 ekan. Mana aytgan tepada bitta sinab ko'raman dedim-ku. Mana shu turi bo'lish kerak. Men bitta sinab ko'raman deb qo'yganim bor edi. Quyida yo'q, ko'pchilik rublda deyapti. Nimadir qilamiz deb o'tdi. Biz hozir 7000 so'm bo'lsa 57 46 30 shirmamiz. Ushbu xizmat joyi ma'lumot yuboring. Ma'lumot endi nimani yuboramiz? Lochining botib turamiz. Xuddi mana shu ma'lumotlarni qaytadan yuboramiz. Nusxalab mana bo'ldi, mana 100% deyapti. Kafolat yo'q. Joriy tezlik 10 kap. Mana ularni bajarish vaqti, narxi deyapti. Bo'ldi, mana xizmat itsi deganni tepasida bo'ldi. Endi sinab ko'ramiz. Men hali uncha bilmayman. Bo'lmasa nusxalab olamiz shuni. Dalix qilamiz. 50 pul bilmadim-da necha bo'lgan. Internetning YouTube obunachi arzon bosamiz. Ya'ni xizmat muvaffaqiyatli qo'shildi deyapti. Qo'yilgan endi qarang. Bosgan to'liqini bosamiz. Biz hozir obunachi sifatidamiz. Xizmatlarni bosib ko'rish kerak. YouTube bittagina xizmati. YouTube obunachi arzon bitta. O'zincha internetimiz zamoni bo'lyapti yoki yana ba'zan to'xtatib qo'ydi admin. Shu payt to'xtatmang aka. Garansiz bermayman akaga. Ishlaydi mana muhokama kanalida men o'zim adminman. Bilasizlar mana. Yordam markazimanman. Mana u egasi do'stimiz akajonim bular. Akaxon. Xullas mana. Mana shuncha bo'ldik. Shundaylarmi? Tezroq kiringlar mana. O'sha mana tayyib turibdi-da, shu payt ba'zan to'xtatib qo'ydi mana. Mana bo'ldi. 7 obunachi biz garant. Yo, ba'zi ishlamayapti, yo nimadir bo'ldi. Ko'raylik qani. Ha, ba'zi to'xtadi yoki yo'qligini yaqinda to'xtamaydigan qilaman. Mana bo'ldi. Ba'zi umuman ishlash kerak edi, bilmadim, nimadir bo'ldi. Asosiy menyu. Endi bolalar ozgincha o'chirib qo'yibdilar mana. Ya'ni ba'zan o'chiribdilar mana xizmatlarga bosamiz. Ba'zan ozgincha o'chirganlar, shunga ozgincha sekin ishlayapti. Bilasizlar mana. YouTube'ni bosamiz, bilasiz. Start ko'p bosib yubordim shekilli, mana tepadan ham ko'p bosib yuborganman-da. Yo mana, botdan boshlaymiz YouTube obunachi arzon bitta mana 7 obunachi biz garant. Mana minimal 10 ta, maksimal 10 ta o'z narxini qo'yib qo'yadi. Shu yerda ikkita yo bittami bilmayman-da. Xizmat narxi 2000 so'm. O'tda demak, hozir to'xtaylar-da. Loximim botda shu qancha ekan? Mana 1.5 so'm. Atak arzonroq. U kishi ham endi qo'yadilar. U kishi saytdan foydalanadilar. Men u kishini saytini topa olmadim. Shuning uchun mana xizmatlar. Xizmat narxi 1000 tasiga 2000 so'm, 3000 so'm qilibdi. Mana buyurtma berish. Obunachi YouTube uchun kafolatsiz. Kerakli buyurtmani miqdorini kiriting. Men hozircha hali uncha pulimiz yo'q. Mana
namuna havolani yuborasiz, bo'ldi. Keyin tasdiqlashni bosilib zo'r ketadi. Men sizlarga aytganimdek qilinglar bolalar. Barchasini xizmat o'zi qo'shib qo'ygan. Batafsil ma'lumot xizmat nomi 7 obunachi bezgaran. Xizmat 7 obunachi bezgaran. Shu yerda biz ikkita qilib qo'yganmiz. Bu meniki. Mana bu yerdagi xizmatlarni o'zingiz to'g'rilab olasizlar xullas. Joriy tezlik 10 k. Hammasi 77 kun. Bajarish vaqti 77 kun 6 soat 14 daqiqa mana. Hammaga xayr bo'ldi. Mana bugungi videom endi tugadi mana. Sizlarga men hattoki mana qanday qilib keyingi videomda men xuddi mana shu botda nomer qo'shishni, ya'ni sizlar ham nomer qo'shasizlar. Lekin aytib qo'yaylik, nomer qo'shganda balki shu video emas, keyingi videolargacha ko'rishguncha kanal bor ekan. Men buni topdim, mana tarjimon bot havolasini yuborib qo'ydim. Bu o'zimda mana kanalim Pexpek Kodir, o'zimizda Telegram kanal kirasizlar, bemalol gaplashaveramiz. Chatini ochamiz, mana 8 kishi, 6 kishi. Hamma xayr, sizlar bilan men